Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz Cisco Packet Tracer ilovasi yordamida PAP ya'ni Password Authentication protokolini ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga ikkita router kerak bo'ladi. Va ikkita routerni o'sha bir-biriga ulash uchun portlar kerak bo'ladi. Portlarni ulab olamiz. Ulash uchun birinchi o'chirib turiladi va ulab bo'lgandan keyin yoqib qo'yiladi. Endi birinchi routerimizni sozlashga o'tamiz. Buyrug'i beriladi. Enable buyrug'ini kiritamiz. Keyin configuration terminal buyrug'i kiritiladi. Undan keyin routerimizga hostname buyrug'ini kiritamiz. Keyin komandalar berilgan hostname orqali chaqiriladi. Birinchi routerimizga R1 deb nom berib oldik. Endi ikkinchi routerimizga ham hostname beramiz. Nom buyrug'i beriladi. Enable buyrug'i beriladi. Configuration terminal buyrug'ini beramiz. Hostname R2. Ana ikkala routerimizga ham nom berib oldik. Endi ularga kabel ulaymiz. Ulash uchun biz Serial DC kabeldan foydalanamiz. Serial 000, serial 000. Endi birinchi routerga username R2, password Cisco. Bunda R1 router R2 dan kelgan PAP autentikasiya so'rovlarini tekshirishi uchun R2 foydalanuvchi va unga mos Cisco parolini belgilaydi. Endi xuddi shunday qilib router 2 uchun ham username beramiz. Username R1
Password Cisco. Bunga ham xuddi shunday parol berib oldim. Bunda ham router 2, router 1 ga kelgan PAP autentikatsiya parollarini tekshiradi. Keyingi qadamimiz birinchi routerimizni serial interfeysini sozlash rejimiga o'tamiz. Interface serial 0 0. Endi encapsulation PPP buyrug'ini kiritamiz. Serial interfeysda PPP encapsulation ya'ni ma'lumotlarni uzatish usuli o'rnatiladi. PPP ya'ni point to point protokoli autentikatsiyani qo'llab-quvvatlaydi. Keyingi qadamimiz PPP authentication PAP buyrug'ini kiritamiz. Bu bizga kiruvchi ulanishlarni ulash uchun PAP ya'ni Password Authentication protokol yordamida autentikatsiyani yoqadi. Keyingi qadamimiz PAP send username error password Cisco. Bu buyrug'imiz R1 router ulanishni amalga oshirganda o'zini R1 deb tanishtiradi va Cisco parolni yuboradi. Bu R2 routerga belgilangan username R1 password Cisco bilan mos bo'lishi kerak. Keyin biz router 2 ga serial qismini sozlaymiz. Interface serial 0 0 0. Encapsulation PPP authentication PAP buyrug'ini kiritamiz. Bunda ham bu routerga kelayotgan ulanishlar uchun PAP autentikatsiyasi yoqiladi. Keyingi qadamimiz PAP send username R2 password Cisco. Keyingi qadamda biz IP adres va MAC manzillarni berib olamiz. IP adres 192.168.0.2. MAC manzilini ham berib olamiz. 255.255.255.0. IP adres va MAC manzillarini tayinladik.
Keyin noshutdown buyrug'ini beramiz. Interfeys faollashtiriladi. Dastlab interfeys shutdown holatida bo'ladi. Bu buyruq bilan u yoqiladi. Endi birinchi routerga ham IP adres berib olamiz. IP adres 192.168.0.1 maskasi 255.255.255.0. Bunga ham xuddi shunday noshutdown buyrug'ini beramiz. Mana ikkalasi ham ko'rib turganingizdek up bo'ldi. Bu interfeysimiz to'liq ishlayapti degani. Endi ikkinchi routerimizga pin buyrug'ini berib ko'ramiz. Do ping 192.168.0.2. Mana ko'rib turibsizki, bizda undov chiqdi, successful chiqdi. Bunda o'sha 5 marta yuborilgan ping xabarlari muvaffaqiyatli yetib borganini bildiradi. Bu R1 va R2 o'rtasidagi aloqa to'g'ri o'rnatilganligini bildiradi. Endi R2 dan ham ping berib ko'ramiz. Do ping 192.168.0.1. Bunda ham undov chiqdi, ko'rib turganingizdek successful bo'ldi. R1 va R2 orasidagi aloqa to'g'ri o'rnatilganligini bildiradi bu ham. E'tiboringlar uchun rahmat. Bugun biz sizlar bilan PAP Password Authentication protokolini ko'rib chiqdik. Sog' omon bo'linglar.